Assalomu alaykum, hurmatli foydalanuvchilar. OSINT bo'yicha, ya'ni kiberrazvedka bo'yicha darslarni ikkinchi qismini boshlaymiz. Demak, OSINT ochiq manbalarda razvedka. Bu hech qanday tizimni buzmasdan faqat hamma uchun ochiq bo'lgan ma'lumotlarni yig'ish va tahlil qilish hisoblanadi. Baribir ogohlantirish sifatida aytaman, bu ta'limiy maqsadlarda qilinyapti. Har qanday keyingi boshqa foydalanuvchilar qiladigan axloqsiz yoki axloqiy maqsadlardan tashqari vaziyatlarda biz javobgar bo'lmaymiz. Demak, birinchi darsda ism familiyani yozdik, Google'da chiqarib berdi, telefon raqamimizni yozdik, emailimizni yozdik va bu OSINT haqida demak ozgina bo'lsa ham ma'lumot oldik. Endi ikkinchi dars, endi eng o'sha ko'pchilik eshitgan, eshitmagan bo'lishi mumkin, Google Docs haqida gaplashamiz. Demak, Google Docs nima? Bu Google qidiruv tizimida maxsus buyruqlar yordamida qidirish usuli hisoblanadi. Masalan, oddiy qidiruv bilan topish qiyin bo'lgan ma'lumotlarni aniq va tez topish mumkin. Hech narsa o'rnatish shart emas, faqat bizga Windows bo'lsa yoki farqi yo'q, operatsion tizimda brauzer bo'lsa bo'ldi. Xohlang Opera, xohlang Chrome farqi yo'q. Demak, bugun biz demak brauzerga kirib olamiz. Google'ga kiramiz. Google'ga kiramiz. Demak, birinchi bizda qo'shtirnoq masalasi, birinchi darsda qo'shtirnoq masalasida savol tug'ildi foydalanuvchilarimiz tomonidan. Masalan, sinab ko'ramiz, kiberxavfsizlik qo'shtirnoqsiz yozamiz. Kiberxavfsizlik dars deb yozamiz. Enterni bosamiz. Demak, kiberxavfsizlik bo'yicha darslar chiqyapti. Qarang, eslab qoling, nima chiqayotganiga. Demak, kiberxavfsizlik bo'yicha demak ma'lumotlar chiqyapti. Tushunarli? Endi buni qo'shtirnoq qilamiz. Farqini pauza qilib keyin ko'rishingiz mumkin. Mana o'zgardi, to'g'rimi? Endi buni ikkalasi nima deyilganda kiberxavfsizlik o'sha Google dan qidiryapsiz-ku. Google kiberxavfsizlik va dars so'zlarini alohida qidiradi. Tushunarli? Agar qo'shtirnoq qo'ymasak. Natijada kiberxavfsizlik so'zi bir joyda, dars so'zi boshqa joyda bo'lgan sahifalar ham chiqadi. Tushunarli? Ikkalasini ikki xil qidiradi va ko'p narsa chiqadi. Agar qo'shtirnoqda yozsak, Google faqat kiberxavfsizlik dars so'zlari aynan yonma-yon kelgan sahifalarni qidiradi. Shuning uchun men birinchi darsda Nursaidov Nurmuhammadni qo'shtirnoq qildim. Faqat o'zim bitta yaxlitni qidirsa, o'zim haqimda asosiy ma'lumotlar chiqadi. Tushunarli? Demak, farqini bildik. Endi endi masalan nima? Birorta saytda kiberxavfsizlik so'zini qidiramiz. Masalan, Kunuzda bizda Kunuz deymiz va kiberxavfsizlik. Nuqta qo'yamiz. Demak, kiberxavfsizlik deb enterni bossak, demak, Kunuzda kiberxavfsizlik bo'limi chiqyapti. Tushunarlimi? Kiberxavfsizlik bo'yicha bo'limlar chiqyapti. Endi buni boshqacha qilamiz. Yoniga sayt deb yozamiz. Tushunarli? Sayt 2 nuqta, eslab qoling. Google Docsda boshladik. Sayt Kunuz, keyin kiberxavfsizlikni qo'shtirnoq qilamiz. Qo'shtirnoq qilamiz, enterni bosamiz. O'zgardi? Ko'ryapsizmi? Demak, sayt alohida Kunuzda olib kelyapti, tortib. Faqat Kunuzda kiberxavfsizlik degan bo'limlarni chiqaryapti. Farqini o'zingiz kirib ko'rishingiz mumkin. Masalan, yana tushunarli bo'lishi uchun Nursaidov deb qidiraman. Aynan Nursaidov Kunuzda bormi yo'qmi topib berish kerak. Tushunarli? Nursaidov birdan topib keladi. Lekin mana Nuriddin Nursaidov chiqyapti. Demak, Nuriddin Nursaidov eslatma uchun meni ukam bo'ladi, Kunuzda ishlaydi. Demak Nursaidov so'zi demak to'g'ri topyapti. Tushunarli? Endi Nurmuhammad deyman. Nurmuhammad deb qidirsam yaxlit, demak mana Kunuzda ma'lumotim chiqdi bittada. Farqi shu, bittada o'sha ma'lumotni olib keladi faqat. Tushunarli? Faqat Nursaidov yozganimda boshqa Nursaidovlar ham chiqyapti. Xo'p, endi yana nima qilish mumkin? Hamma saytda shunaqa mana shu yerda xohlagan so'zingizni yozib, saytda qidirishingiz mumkin. Masalan, Daryozda yoki universitet saytlarida farqi yo'q. Tushunarli? Endi keyingi nimaga o'tamiz? Buyruqqa. Masalan, Kunuzning ichida nimadir qidiraylik. Masalan, hisobot degan so'zni qidirsak, faqat hisobot degan so'zlar chiqadi. Tushunarli? Xohlagan so'zni yozsangiz, demak o'sha saytdan tortib chiqadi. Qo'pol qilib aytganda. Endi keyingi buyruqqa o'tamiz. Keyingisi file type deb ataladi. Bu qanday bo'ladi? Demak, buni o'chiramiz. Demak, file type 2 nuqta PDF demak, kiberxavfsizlik bo'yicha. Kiberxavfsizlikni o'zi bo'yicha faqat bizga nima kerak? PDFlar.
interni bitta bo'lsak, demak mana. Tushunarli? Nima ko'pchilik ma'lumot topolmadim, shunaqa narsalarda aytadi. Ko'pchilik o'zingiz ham bilasiz. Mana shunaqa qilsa, faqat o'sha kerakli ma'lumot chiqadi. Mana ko'ryapsizmi? Hammasi PDF. Mana shunaqa qidiriladi ma'lumot. Tushunarli? Buni birontasini ochib ko'rsak, faqat PDF ga kirib ketadi. Agar internetda saqlangan bo'lsa, mana. Tushunarli? Xo'p, demak bu ham hamma kerakli. Bitta bu OSINT uchun emas, o'zi uchun ham kerak. Tushunarli? Xo'p, masalan, xohlagan narsa qidirish mumkin bu yerda. Taqdimotmi, jadvalmi, hisobot degan so'zmi, hamma narsa yozishingiz mumkin. Masalan, bu yerda almashtirishingiz ham mumkin. Masalan, docx. File tab type docx masalan nima? Masalan, xo'p, kiberxavfsizlikda docx fayl bormi? Kiberxavfsizlik. Mana hamma fayllar doc chiqyapti. Ko'ryapsizmi? Mana shunaqa narsa eng foydali ma'lumotni qidirishda. Buni hamma bilishi kerak, tushunarli? Xo'p, endi buni nimasi xavfli deganda, buni endi agar sal odam miyani ishlatsa juda ko'p narsaga foydalanishi mumkin. Shuning uchun ogohlantiryapman. Bu faqat ta'limiy maqsadlarda, bu hamma kerakli narsa-da. Chunki brauzerda biz hech qanaqa parol buzmayapmiz. Hech qanaqa bir buzg'unchilik ishlarni qilmayapmiz, tushunarli? Xo'p, bu yerda xohlagan fayl kengaytmani qo'ysangiz bo'ladi. Fayl kengaytma demak docx bo'lishi mumkin, XLS bo'lishi mumkin, Excel'dagi PDF farqi yo'q, tushunarli? Xohlagan fayl kengaytmani qo'yasiz. Endi keyingisi. Xo'p, keyingi buyruq o'tamiz. Endi minus buyrug'i bu nima? Bu buyruq Google'da ma'lum so'zni qidiruv natijalaridan chiqarib tashla deb buyuradi. Masalan, nima deb yozamiz? Apple deb yozsak, minus iPhone deymiz. Enterni bitta bosamiz. Bu nima endi? Qarang. Bu Apple haqida qidiradi, lekin natijalarda iPhone so'zi bo'lgan sahifalarni ko'rsatmaydi. Tushunarli? Masalan, bunga o'zingiz birorta soddaroq misol aytamiz. Masalan, kiberxavfsizlik minus kurs, demak minus kurs, minus dars, minus docx. Demak bu narsalar chiqarma degan. Qarang. Enterni bossam, demak kurs so'z qatnashgan narsani chiqarmaydi, dars degan so'z chiqarmaydi, docx chiqarmaydi. Tushunarli? Bunday o'tamiz. Hech qanaqa biz yuqoridagi so'zlarni chiqarmaydi. Tushunarli? Buni o'rniga xohlagan so'zlarni qo'yishingiz mumkin. Xo'p, endi keyingi buyruqqa o'tamiz. Masalan, yulduzcha buyrug'i nima? Bu buyruq yulduzcha o'rnida istalgan so'z bo'lish mumkinligini bildiradi. Masalan, kiberxavfsizlik deb yozamiz. Yulduzcha qo'yamiz va probel yana bir marta, keyin o'rganish. Buni qo'shtirnoq qolamiz. Mana kiberxavfsizlik bilan buni enterni bosamiz. Bu endi nima? Bu kiberxavfsizlik va o'rganish so'zlari orasida istalgan bir so'z bo'lishi mumkin. Masalan, kiberxavfsizlik qanday o'rganish, kiberxavfsizlikni o'rganish va hokazo. Mana tushunarli mana chiqyapti. Mana isbot sifatida kiberxavfsizlik asoslarini o'rganish. Demak, o'rtasida asoslari ham bo'lishi mumkin. Tushunarli? Mana kiberxavfsizlik dunyosini o'rganish. Hamma narsa chiqaveradi. Tushunarli? Xo'p. Masalan, siz birorta iboraning tuzilishini bilasiz, lekin aniq so'zni eslay olmayapsiz. Yulduzcha aynan shu yerda foyda beradi. Masalan, kiberxavfsizlik 2024 deymiz. Enterni bitta bosamiz. Mana, tushunarli? Bu yerda 2024 qatnashgan hamma ma'lumotni chiqarib beradi. Siz qayerdadir saqlagansiz, lekin eslolmayapsiz. Ana shu bilan xohlagan 2024 ni siz eslay olgan so'zni bilan almashtirasiz, tushunarli? Xo'p, demak, birinchi qism tugadi Google Docs'da. Keyin yana bir eslatma qilamiz. Demak, biz o'sha qidiruv qilayotgan ma'lumotlar hamma uchun ochiq, lekin bu ma'lumotlardan qanday foydalanayotganingiz muhimda, tushunarli? Faqat qonuniy va axloqiy maqsadlarda foydalanish kerak. Qaytaraman, qayta aytyapman. Tushunarli? Demak, uyga vazifa sifatida qo'shtirnoq ichida demak ismingizni yozing, sayt buyrug'i orqali o'zingizga yoqtirgan saytni tekshiring. Masalan, file type orqali minus va yulduzcha orqali demak darslarni qaytarib olishingiz mumkin. Tushunarli? Demak, izohlarda o'zingiz nimadir yozing. Qiziqarli bo'lsa, demak like bosing. Barchaga tarqating. Barchaga rahmat. Salomat bo'ling.